ota-onani borida qadriga yetish kerak. Borida o'sha ota-onani barcha qiladigan narsalaringizni, qilmoqchi bo'lganlaringizni borida qilishingiz kerak. Shu ota-onam bir yerlarga choy ichib, bir yerlarga borib, video qilib montaj qilib internetga joylasam, ko'p do'stlarimiz yozadi-da, sizga maza. Ota-onangiz yoningizda. Ota-onangizga deydi, ayamasdan qiling. Har qancha qilsangiz farzandlaringizdan qaytadi deb yozishadi. O'zi aslida ota-onamizga nima qilsak ham farzandlarimizdan qaytadi deb qilmaslik kerak-da. Nimaga deysiz? Ota-onangiz o'zi ham xursand bo'lishlik kerak sizdan. Shu tug'ilib o'stirgan farzandi nimalargadir qodir bo'lganini ota-ona ham ko'rish kerak. Xursand bo'ladi-da. Bolam shu narsalarni qilyapti. Bolam shunaqa bola bo'ldi, yaxshi bo'ldi, ancha-muncha narsaga qodir bo'ldi deb sizdan juda xursand bo'ladi. O'zi tarbiyalab katta qilgani uchun juda sizdan xursand bo'ladi. Men to'g'ri bir yo'l ko'rsatmabman. Bolam shu darajaga yetdi, shunaqa bir tarbiyali bo'lib o'sdi deb sizdan xursand bo'ladi. Hali ba'zi bir ota-onalari bor, o'zi ota-onasi qilmagan farzandlaridan yaxshilik kutadi. Farzandlar shunaqa bo'ladiki, eski video kameralar bo'lgan, oldingi kino oladigan video kameralar bo'lgan. Bu kameralar faqat odam harakatini shu surat simon qilib olgan. Ovoz yozib ololmagan. Charlie Chaplin kinolarini ko'rsangiz ham ovozi yo'q. Faqat harakatlarni syomka qilgan, mikrofoni bo'lmagan. Ovoz yozib ololmagan. Shuning uchun aytmoqchi bo'lganim, farzandlarga ham siz harakatingiz bilan ko'rsating. Harakatingiz bilan ota-onangizni qadrlang. Qo'lingizdan kelgancha hurmatini qiling, qo'lingizdan kelgancha yegisi kelgan narsasini olib kelib bering. Farzandlaringiz ko'rsin. O'sha yozib olgan videosini keyin sizga qo'yib beradi. Hali hozirgilar bor-ku, o'zi ota-onasiga hech narsa qilmagan bolasidan kutadi. Bolasini qattiq mahkam ushlaydi, tarbiyalaydi, odob o'rgatadi. Yo'q u. Bola eski kameralardan, mikrofoni yo'q u bola. Quloqiga gap kirmaydi, yozib olmaysiz gaplaringizni. Bolalar shunaqa bo'ladi. Eski video kamerani ko'z oldingizga keltirib, harakatingiz bilan ko'rsating. Ota-onangizga qilmoqchi bo'lganingizni harakatingizni bolalaringiz ko'rsin. O'sha videoni keyin sizga qo'yib beradi. Quruq shunchaki gapirib, tarbiyalaganingiz bilan agar o'zingiz amalni o'zingiz qilmagan bo'lsangiz, farzandlaringiz ko'rmasa siz qilganingizni foydasi yo'q. Shuncha gapirasiz, yozib ololmaydi, mikrofoni yo'q, eski kamera bu. Alloh barchamizni to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Farzandlarimizni ham yaxshi insonlar qatorida yurishlikni Alloh o'zi nasib qilsin. Rahmat e'tibor uchun.